Amerika Qo'shma Shtatlarida Tramp siyosatiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlandi. Millionlab amerikaliklar Trampni prezidentlikdan ketishini talab qilishmoqda. 2025-yil 5-apreldan boshlab 1300 tadan ortiq mitinglar bo'lib o'tdi va hali ham davom etmoqda. Donald Tramp prezident bo'lgandan beri davlatda korrupsiya kuchaygan, soliqlar ko'tarilgan. Dastlab Amerika hududiga noqonuniy kirgan immigrantlarni chiqarib yuborayotgan Tramp endi qonuniy immigrantlarni ham chiqarib yuborishga urinmoqda. Hatto green card va sayohat vizalari berilishi ham to'xtatildi. Endi davlatga sanoqli odamlargina kira oladi. Bundan tashqari, trans odamlar ham qattiq nazoratga olingan. Tramp faqat ayol va erkaklar uchun davlatda yashashga ruxsat bergan. Maktablar ham an'anaviy ta'lim tizimiga qaytarilgan. Shuning uchun LGBT jamiyatlari mitinglarda faol ishtirok etmoqda. Norozilikni ko'plab milliy tashkilotlar va LGBTni himoya qiluvchi biznes egalari qo'llab-quvvatlamoqda. Aytsam ishonmaysiz, Donald Tramp mitinglar paytida o'zining Floridadagi rezidensiyasida golf o'yinini o'ynash bilan mashg'ul bo'lgan. Aytgancha, Trampning g'azo haqidagi videosi esingizdami? Bu haqida keyingi videoda gaplashamiz.